Iftorli mahalda yumshoqni, muzdekini nimadir yegiz kelsa, albatta shu shirinlikni tayyorlab ko'ring. Idishimizga shakar, vanilin, un solib yaxshilab aralashtiramiz va yog'liqqina mazali sutdan 1 litr solamiz. Sut bilan unli massani yaxshilab aralashtirgach, olovga qo'yib pastalovda tinmasdan kovlab turib, quyultirib olamiz. Yaxshilab krem quyilishi kerak. Endi bunga tozagina sariyog'ni qaynoqligida solib, aralashtirib olamiz. Kremingiz juda ham suyuq bo'lib qolmasin. Listimizga 2 stakanda kokos qirindisini solib tekislab olamiz va qaynoqqina kremni quyamiz. Qaynoqqina krem sekin-sekin qotishni boshlaydi. Uni tekislab stol ustiga olib turamiz. Krem uchun krem chiz, vanilin, skushonka yoki shakar va mazali 33% qaymoq solamiz. Odatda bu shirinlik oddiygina shanti krem bilan tayyorlanadi, lekin men kremini o'zbekchalashtirdim. Sutli massamiz listimizda qotgandan so'ng kremni solib tekislab olamiz va sovutgichga 2-3 soatga jo'natamiz. 2-3 soatdan keyin olib, xuddi shunaqa bo'liklarga bo'lib chiqamiz. Sutli kremingiz maromida quyilgan bo'lsa, tezgina qotadi va o'rashga umuman qiynalmaysiz. Agar sutli krem suyuq bo'lib qolgan bo'lsa, 2-3 soat xolodilnikda tursa ham qotmasligi mumkin. Shuning uchun sutli kremga ahamiyatli bo'linglar. Juda ham mazali turk shirinligi saroy sarmasi tayyor. Bir marta tayyorlab ko'rsangiz, tez tayyorlab ko'rasiz. Ayniqsa iftorlikka zo'r ketadi. Yoqimli ishtaha.